Atatürk'nің Uyghur dostu İsmail Haqqi Kashgari. Yaqinqi zamonlarda Uyg'urlar ko'pincha avval Turkiyaga berib, ondan Saudiya Arabistonga berib, haj qilib vatanga qaytadi. Hajdan yenib vatanga qaytishida Turkiyaga kelganda makallashib qoladiganlarmi ko'p bo'lgan. Ular orasida olim, shoir, muddaris va boshqa sohalarda danq chiqargan kishilarmi, hatto Türkiye'nin hayat mamatlık günlerinde cenini alqınığı elip durup, yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin barlıqı kelişi üçün küreş kılğanlar mı? Bah. Ulardan biri aynı devirlerde Türkiye'nin devlet atısı Mustafa Kemal'ın işençi ve dostluğuna nail bolğan diplomat İsmail Haqqi Kashgari'dir. İsmail Haqqi Aqtu diyarda bir dinni ölüma ailesi de dünyaya gelgen. Kichik chig'dila boshlangan oila tarbiyasida Qur'oni Karimni yodlab tugitib, islom dini bilimlari va arabcha dars o'rganishga kirishgan. U 6 yoshga kirgan yili oilasidagilar bilan birga haj safariga otlanadi. Ular Istanbulga kelganda ba'zi turklarning fransuzcha so'zlab o'zini ko'rsatishib yurayotganligini ko'rib, fransuzlarga havaslangan ota-onasi bizning bolamizmi mushundoq katta odam bo'lsin degan niyatda o'g'li İsmail Haqqini fransuzcha haqsiz o'qitilgan maktabga o'qishga berib qo'yib, haj safarini davomlashtirdi. İsmail Haqqi zehni ochiq, tirishchan bo'lg'achqa, kech-kunduz tirishib, uzoq qolmay fransuz tilini pishiq o'rganib oladi. Haj farzini ado qilib, Istanbulga qaytib kelgan oilasidagilar İsmail Haqqini Galatasaray Sultan Lisesi'ge o'qishga berdi. İsmail Haqqi darslarda a'lochi bo'lib o'qiydi. 1917-yili Galatasaray Sultan Lisesi'ni a'lo natija bilan bitirganligi uchun maktab uni Parijga o'qishga avatidi. U avval Parij universitetida qonun o'qiydi. Keyin Sorbonne universitetida tarix falsafa o'qiydi. Bu jarayonda u Fransuz tarix eqimining danliq vakillaridan Ernest Renanning ta'siriga uchraydi. İsmail Haqqining Parijdagi o'qishi tugagan vaqt Osmanlı imperiyasi urushda yengilib, Turkiya taraf-tarafdan ishg'ol qilinayotgan vaqt edi. Shunga u o'zi bek qudratlik deb bilgan Osmanlıning nima uchun yengilib qolganligini tushunmasimi? Yevropalıklarning Türklerden nimini tartib olmoqchi ekanligini, hatta Fransuzlarning o'ziga nimishga bunchalik ko'ngil bo'lib, shuncha ko'p mablag' solganligini obdan tushunib yetgan edi. Chunki uning tashqi qiyofati o'zgargan bo'lsa-mu, ichki dunyosi o'zgarmagan edi. Shunga u Istanbulga qaytib kelib, vaziyatni kuzatdi. U xiyim xatarga qaramay Anadolu'ga o'tib, İnqilab yetakchisi Mustafa Kemal'ni izlab topadi. Bu chaqda aslidan Osman puhrasi bo'lib kelgan Ermenlar Anadolu'nun yer sharoitiga tonish bo'lishdak alohidligiga tayinib, fransuzlarning to'salg'usiz ilgirlishiga yo'l ko'rsatib beryotdi. Turklar og'ir kunlarda qolgan edi. O'quvchilik mezgilidan boshlab fransuzcha ravon so'zlashni o'rgangan, so'z harakati fransuzlardan ancha farqlanib ketmaydigan İsmail Haqqining qimmatini tunib yetgan Mustafa Kemal İsmail Haqqiga ishg'oliyatchi fransuz qo'mondonlari bilan tanishish va axborot yetkazish vazifasini topshirdi. İsmail Haqqi bu xatarlik vazifani o'rindash uchun u kech-kunduz fidokorlik bilan ishlaydi. Uzoq o'tmay fransuz qo'shinining qo'mondonining nazariga ilinib, do'sti bo'lib qoladi. Uning yetkazgan axboroti bilan Fransuz qo'shinlarining mag'lub bo'lishimi eg'irlashidi va sulhi tuzishga majbur bo'ladi. Jangni askar qilsa, sulhini siyosatchilar tuzdi. Mustafa Kemal Fransuz siyosatchilarining niyatini oldin bilish uchun İsmail Haqqini Parijga avatdi. İsmail Haqqi Parijda yana konu do'stlardan foydalanib, vazifasini to'liq o'rindab Turkiyaga qaytib keladi. İsmail Haqqining töhbelerinden so'yingan Mustafa Kemal uni bek e'tiborlaydi
va ko'k ko'tirdi. Mustafa Kemal tipik Türk millatchisi bo'lish sifati bilan Fransuz tarixchilarining ta'sirida Türkiye xalqlarining tarixini Uyg'urlardan boshlash kerakligini tashabbus qilib kelgan. Türkiye Cumhuriyeti qurilgandan keyin uning Uyg'urlar haqidagi tadqiqotga kuch chiqarishi buning dalillaridan biridir. 1930-yillardan boshlab zaman o'zgarishga boshlaydi. Bu chog'dagi urush miltiq bilan urushishdan siyosat bilan urushishga o'zgardi. Türkiye Cumhuriyeti Sovet İttifaqının diplomatiya iskanjisiga kirib qoldi. Mayli Rossiya, mayli Sovet İttifaqı bo'lsin, o'xshashlar atalmış pan-türkizm va pan-islamizmdan mudofaa ko'rishni muhim siyosat qilib kelgachga, Ruslarning Turkiyani iskanjiga elishi tabiiy edi. Shunga ikki taraf bir-birining peyda bo'lish uchun bir-biriga alayida xodim jasus avatidi. Türkiye'nin Sovet İttifaqıga avatgan jasuslarining ko'pinchisi tutilib qoldi. Bu chaqda İsmail Haqqi Türkiye armiyasiga kirib axborot ofiseri bo'lib ishlaydi. İsmail Haqqining favqulodda talanti va roschisining yaxshi ekanligini biladigan Mustafa Kemal uni Moskvaga avatidi. İsmail Haqqi Moskvada bir mezgil Türkiye uchun unumlik muhim xizmatlarni qilgandan keyin g'oyib bo'ldi. Shunisi aniqki, İsmail Haqqimu KGB'ning nazaridan qochib qutulolmagan bo'lishi mumkin. Shunga uning Turkiya harbiy axborot idorasidagi arxiviga Kashg'ariyning Aqto'da tug'ilgan, Moskvada g'oyib bo'lgan deb xotirlangan. İsmail Haqqining universitetda o'qiyotganda yozgan bir parcha maqolasi hozir Parijdagi davlatlik kutubxonada saqlanayotdi. Qizi Malika Aqto Kashg'ari Fransiyaning Sorbonne universitetida professor bo'lib ishlagan. İsmail Haqqi Kashg'ari haqidagi bu hikoya uning qizi doktor Malika Aqto Kashg'ari tarafidan 1996-yil Qaysariyda o'tkazilgan Türkiye Cumhuriyeti'nin qurilishi va taraqqiyotiga tuhfa qo'shgan Türk dunyosi ziyolileri ilmiy muhokama yig'inida tanishtirilgan.